Assalomu alaykum. Qadri qimmat aziz muxlislarim. Barchangizga yaxshi kayfiyat tilayman va yana sizni qimmatli vaqtingizni Kamina Begzodbek oladi. Sizlarga yana dahshatli horrorski bir yangi audio hikoya tayyorlab keldim. Hikoyani bir do'stimizdan kelgan. Sizlarga shuni dahshatli qilib audio tarzda e'tiborlaringizga havola qilmoqchiman. Bu hikoyani ayniqsa kechasi umuman bir o'zingiz eshitmasligingizni tavsiya beraman. Chunki bu hikoyada ishlatilgan har bir effektlar sizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Albatta, lekin shuni ogohlantirib o'taman. Sizga biror kor bo'lsa, psixologingizga ta'sir qilsa, men bu javobgarlikni o'z bo'ynimga olmayman. Chunki men sizni ogohlantiryapman. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Albatta sizni ogohlantiryapman. Hikoyani yo'laki boshlar homilador ayollar eshitishi umuman taqiqlanadi. Ha, albatta. Xullas, hikoyani cho'zib o'tirmaymiz, men gapimni to'g'ri tushundingiz deb o'ylayman. Quloqchilarni taqib oling, joningizga mahkam o'rnashib oling. Hech kim bezovta qilmaydigan joyda bo'ling. Ha, sizni bu hikoyaga kirib ketishingiz ta'minlaydi. Xullas, tayyormisiz? Men har doimgidek bloger Begzodbek Nur o'z hikoyamni boshladim. Iblisga topshirilgan tana birinchi qism. Men Karl Jonsonman. Hayotim bir moramda davom etardi. Toki men Las Vegasga hamkorlarim bilan shartnoma imzolashga borgunimcha 2015-yil men shaxsiy samolyotimda Las Vegasga uchib ketyapman. Shu payt Sierra Nevada tog'lari ustidan o'tib ketayotsam, bir payt samolyotning old oynasi oldida bir oppoq sharpa ko'rindi. Qo'rqib ketdim. Ko'zimni bir yumib ochsam, u yo'q edi. Ha, men charchadim. Shu sababli ko'zimga ko'rindi deb o'yladim. Birozdan so'ng esa shundoqqina yonimda kimningdir nafas olganini eshitdim. Uning nafasidan aynigan go'sht hidi kelardi. Men qo'rqib shundoq yonimga qaradim. Ne ko'z bilan ko'rayki, yonimda qop-qora, tanasi yung bilan qoplangan, bo'yi 2 metr uzun, tirnoqli, qizil ko'zli maxluq menga qarab turardi. U bor ovozi bilan o'kirdi. Men qo'rquvdan boshqaruvni yo'qotdim. Samolyotim suvga quladi. Qancha vaqt yotdim bilmayman. Bir payt ko'zimni ochsam, bir uy ichida yotardim. Avval o'rnimdan tura olmay yotdim. Keyin biroz o'zimga kelib, atrofni ko'zdan kechirdim va dahshatga tushdim. Chunki men Smoukning uyida edim axir. Qanday qilib men bu uyni yoqib yuborgandim-ku? Shu payt u yerdan bir to'da arvohlar men tomonga qarab kela boshladi. Men jon holatda chiqish eshigini qidirdim va topdim ham. Ammo tashqaridan manzara meni battar dahshatga soldi. Chunki men Los Angelesda emas, balki Pokistonning Dayr Jamol sahrosida turardim.
Axir Los Angeles va Pokistonning orasida minglab kilometr masofa bor. Shu payt sahrodan qichqiriqlar, yig'lashlar va kulishlar eshitila boshladi. Men jon holatda qocha boshladim. Bir payt oyog'im bir o'raga qoqilib yiqilib tushdim. U yerdan chiqmoqchi bo'lgandim. Oyog'imni kimdir ushladi. Men yana o'raga yiqildim va o'ra ichida yuzlari irib ketgan Ofikger Pulaskini ko'rdim. U menga qaradi va Sen la'natlangansan. Bu la'nat seni butun avlodingga uradi. dedi va maxluqga aylanib meni quva boshladi. Men kuchim boricha qochdim. Bir payt oyog'im nimagadir qoqilib yiqildim va hushimdan ketdim. Ko'zimni ochsam endi qabristonda onamning qabri ustida yotardim. Shu payt onamning ruhi yonimga keldi va dedi: O'g'lim, tezroq uyingga bor. Oilangni hayoti xavf ostida. Men bu gapdan qattiq shokka tushdim va yo'ldagi duch kelgan mashinani minib uyimga bordim. Va ayolim Katalinani chaqirdim. Katalina, qayerdasan? Ammo hech kim javob bermadi. Men asta yotoqxonaga bordim. Xona eshigi ichkaridan qulflangan edi. Balki uxlayotgandir deb eshikni taqillatdim. Ammo qo'lim eshikdan o'tib ketardi. Men dahshatga tushdim va ko'zguga qaradim. Ko'zguda aksim yo'q edi. Ammo eng dahshati yotoqxonaga kirganimdan so'ng boshlandi. Ne ko'z bilan ko'rayki, u yerda Katalinaning yonida o'z tanam yotardi. Men shunda bildimki, samolyot qulaganda men o'lganman. Tanamga esa iblis joylashib olgan. Buni anglaganimdan so'ng bor ovozda baqirdim: Katalina, tur, sening yoningda endi men emas, iblis bor. Men o'lganman. Bu iblis senga zarar bermasdan o'g'limiz Kevinni olib San Fransiskoga singlim Kentlining uyiga bor. Ammo u meni eshitmasdi. Qayerdan ham eshitsin axir. Arvoh bo'lsam, men uning tushiga kirib bu voqeani aytib berdim. Katalina boshida buni shunchaki tush deb qo'ya qoldi. Ammo tunlari eri insonga xos bo'lmagan harakatlarni qila boshlagach, vaziyat jiddiyligini angladi va o'g'li Kevinni olib San Fransiskoga ko'chib ketishdi. Shunday qilib Katalina o'g'li Kevin bilan San Fransiskoda yashay boshladi. Oradan 5 yil o'tdi. 2022-yil yoz fasli. Bir kuni Kendleyning o'g'li, ya'ni Kevinning ammasini o'g'li Franklin Kevinni bir do'stimning tug'ilgan kuniga taklif qildi. Ertasiga ular Los Angeles shahriga yo'l olishdi. Ular yetib borishganda kech tushib bo'lgandi. Ular ko'p qavatli uylarning biriga kirishdi. Bu Franklinning do'stining uyi edi. Ular uyga kirishdi, ziyofat boshlandi va Franklin Kevinga yigitlarni tanishtira boshladi. Kevin tanishi bor. Bugungi bayram sababchisi Michael, uning yonidagi Norton, chap tomondagi esa Davi. Bolalar, sizlar ham tanishib olinglar. Bu mening qarindoshim Kevin. Tanishuvdan so'ng ziyofat avjiga chiqqan bir paytda Norton so'z boshladi. Bolalar, kelinglar, biror yerga boramiz. Qayerga boramiz? So'rashdi bolalar. Men bir tashlandiq uyni bilaman. Aytishlaricha u yerda iblis bor ekan, dedi Norton. Bo'lmagan gap, dedi Michael.
O'sha uy qayerda so'radi Kevin. U uy Ganton ko'chasida dedi Norton. Axir bu bizning uyimiz-ku dedi Kevin. Albatta boramiz. Shunday qilib ular Karl Jonsonning uyiga borishdi. Ularni Karl xushmuomalanlik bilan kutib oldi va biroz suhbatlashdi. Shundan so'ng hamma bolalar uxlash uchun xonalariga kirishdi. Yarim tun. Barcha uyquda. Chiroqlar o'chgan. Shu payt Michael negadir uyg'onib ketdi va toza havo olish uchun tashqariga chiqmoqchi edi. Shu payt qandaydir shovqinni eshitdi. Bu tovush qayerdan kelayotganini bilish uchun pastga tushdi va bundan afsuslandi. Chunki u yerda ikkita qizil ko'z unga qarab turardi. Dahshat. Michael bundan qo'rqib ketdi va bor ovozi bilan baqirib yubordi. Bu ovozdan qolganlar ham uyg'onib ketishdi va pastki qavatga yugurishdi. Ammo ular kech qolishgandi. Chunki Karlning tanasidagi iblis Michaelning boshini uzib tashlagandi. Buni ko'rgan bolalar shokka tushib qolishdi va bu yerdan tezroq ketish uchun yugurishdi. Ammo eng oxirgi bola Norton eshikdan chiqishga ozgina qolgandi. Iblis uni yelkasiga uzun tirnoqlarini botirdi va uning tanasini yorib tashladi. Buni ko'rib do'stlari yanada dahshatga tushdi va yanada tezroq yugurishdi. Ammo iblis uchib kelib Davinning ustiga chiqdi va uni ko'tarib qayergadir ravona bo'ldi. Ushbu dahshatli uydan faqat Kevin va Franklin tirik qaytishdi. Ikkinchi qism tugadi. Azizlar, hikoyam yoqqan bo'lsa, kommentda izohlaringizni kutib qolaman. Like bosishni esingizdan chiqmasin. Albatta bu dahshatli, tungi dahshatli audio hikoyalar kanali. Siz bu kanalda aslo zerikmaysiz. Barcha yangiliklar bizning kanalda. Ijod hech qachon to'xtamaydi. Qo'llab-quvvatlab tursangizlar bas. Kanalim 2025-yilda ochildi. Yangi audio hikoyalar faqat YouTube kanalida. Azizlar, o'zingizni ehtiyot qiling. Har qanday tashlandiq uyga va har qanday sovg'alarni ham olavermang va bu sizga xavf tug'dirishi mumkin. Sizlar bilan bloger Bekzodbek Nur bo'ldi. Keyingi hikoyalarimizda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Sog' omon bo'ling.